Qarshi shahrining markazidan, ya'ni sentrdan uy izlaganlar uchun ajoyib uy topib qo'yganman. Bu uyimiz Do'stlik svetofordan salgina, ya'ni bir ko'cha ichkariga kirganda, ya'ni bir yo'l usti desak bo'ladi. Mana shu joyda 7,5 sotixga ega xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Endi to'liqroq tushuntiraman. Bu xonadonimiz ko'rishingiz mumkin, darvozaxonasiga bemalol 5 tala mashina ketadi va ichkariga qurilish ishlarini davom ettirayotganligi sababli, ya'ni qurilish qilgan, bemalol ko'rishingiz mumkin, pishig'ichdan qurilish qilib qo'yibdi. Mana shu xonadonimiz sotuvda. Bu tarafda tayyor xonadonlari ham bor. Endi tayyor xonadonlarni ham ichkariga kirib ko'rsatib ketaman. Ichkaridagi xonalarimiz juda ham chiroyli qilingan. Bu uylarimiz ham to'liq pishgang'isdan qurilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, pollari ham chotki bo'lib, ya'ni yangi holatda turibdi. Bu tarafda bitta xonamiz bor. Kattakon zal qilib foydalansangiz bo'ladi. Narsalar borligi uchun hozir kichikroq ko'rinib turibdi va endi bu tarafda yana kichikroq bitta joy bor. Bu yerga oshxona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu tarafda ham kichikroq bitta xonamiz bor. Ya'ni kelib keyin qurib olaman, hozircha yashab turib, keyin quraman deganlarga ham bu uy yoqishi aniq. Xonadonimizda eskitdan qurilgan narsalarni buzib tashlaganligi sababli salgina tartibsizroq bo'lib turibdi. Tartibsizligini o'zingiz to'g'rilab, o'zingizga qulaylab va chiroyli qilib olsangiz bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu tarafda, ya'ni yonbosh taraflarda sklad sifatida foydalanadigan hojatxonalar ishlab turibdi. Hammom narsalari, hamma narsasi ajoyib qilingan uyimiz sotuvda. Endi bu uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini $95,000 deyishyapti. Yana sunnatiga o'tib beradigan ozgina joyi bor. Kelib bosib yoradigan joyi.